Xubtan vaqti kechikib keladigan Yevropa davlatlarida xubtanni sham bilan jamlab o'qish to'g'risida. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Yevropadagi biz turayotgan davlatda sham vaqti 21 dan 47, xubtan vaqti 23 dan 50, bamdod vaqti 3 dan 30 atrofida kiryotidi. Biz bu yoz faslida charchaganlikdan yoki uyqu kelib ketganlikdan bolalarni uxlatqach uxlab qolib, yo xubtanni yo bamdodni qo'ldan berib qo'yish ahvoli yuz beryotidi. Şuna ikki namozni jamlab o'qisak yoki shamdan 1 soat o'tkazib xubtanni o'qisak bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oila taobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Har bir namozni shariatda belgilangan vaqtda o'qish asli qoida bo'lib, Alloh taolo shubhasizki namoz mo'minlarga vaqti belgilangan farz qilindi degan. Ikki namozni bir vaqtga jamlab o'qish shariat hisob qilgan safar, mushaqqat yoki yomg'ir degandek biror o'zr tepilganida andin asrni peshin vaqtiga yoki xubtanni shamning vaqtiga surib jamlab o'qishga yoki peshinni asrga, shamni xubtan vaqtiga kechiktirib o'qishga ruxsat qilingan. Ma'lumki, ko'pchilik olimlarning qarashicha shamning oxirgi vaqti kun patqandagi qizil shafaq yo'qab ketay degan vaqtdir. Shamning vaqti chiqib ketsa, ya'ni qizil shafaq yo'qsa, xubtanning vaqti kiradi. Imom Abu Hanifa rahimahullohning qarshida qizillikdan keyin paydo bo'ladigan oqlik yo'qsa, xubtanning vaqti kiradi. Yevropaning shimolidagi ba'zi davlatlarda qizil shafaq yo'qmayla tong otib ketadi. Ya'ni ba'zilarda kechikib tong otishga 1-2 soat qolganda yo'qaydi. Shuning bilan xubtan vaqti kechikib, bamdod vaqti ilgari bo'lganida xubtanni vaqtida o'qish qiyinlashadi yoki xubtan vaqti asla bo'lmaydi. Xubtan vaqti asla bo'lmaydigan joylarda, o'z yurtlarida xubtan vaqti normal bo'ladigan chog'lardagi xubtan vaqtini yoki xubtan vaqti ma'lum bo'ladigan yaqin davlatlardagi xubtan vaqtini yoki Makka vaqtini hisob qilib xubtan o'qiydi. Xubtan vaqti kechikib, bamdod vaqti ilgari bo'lganida xubtanni vaqtida o'qish qiyin bo'lmasa, vaqtida o'qish kerak. Vaqti bak kech kirganlikdan uyqusizlik yoki ish va maktabga vaqtida bora olmaslik yoki bamdodga qo'polmaslik sababli vaqtida o'qish qiyinlashadigan bo'lsa, xubtanni shamning vaqtiga surib jamlab o'qish joiz. Alloh sizlarga osonlikni xohlaydi, taslikni xohlamaydi. Baqara surasi 185-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muqim turayotgan holatida ikki namozni biroqla jamlab o'qiganligi rivoyat qilingan hadislarning biri Abu Zubayr Said ibn Jubayrdan, u Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qilgan bunu hadisdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xavfim bo'lmagan, safarmi qilmagan ahvolda Madinada peshin bilan asrni biroqla jamlab o'qigan. Abu Zubayr deydiki, men Saiddan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nima shunda qilgan bo'lg'iti deb so'ragan edim. U menmi Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mushundaq so'rasam, u Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ummatimdan hech kimga ig'archilik salib qo'ymaslik uchun deb javob bergan edi deydi degan. Abdullah ibn Shaqiq rivoyat qilib mundaq deydi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bir kuni asrdan keyin kishilarga toki kun petib yulduzlar ko'rinishga boshlaganiga qadar xutba so'zladi. Kishilar namoz deyishib ketdi. Shu asnoda Tamim qabilasidan bir kishi hapla-shapla kelib, namoz degan edi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma: "Menga sunnatni o'rgatib otamsan, bu yetimakni qara" debla orqadan. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning peshin bilan asrni bir vaqtga va sham bilan xubtanni bir vaqtga jamlab o'qiganligini ko'rgan degan. Abdullah ibn Shaqiq mundaq deydi. Bu ishdan keyin ko'nglimda bu vaqtda azroq shak paydo bo'lib qolib, Abu Hurayra radhiyallohu anhuning yoniga borib uningdan so'rasam, u uning Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning gapining rostligini aytgan edi. Yuqorqi sahih hadislarga shundaqla ummatdan harajni ko'tarayotgan, sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi degan Qur'on oyatining aniq ko'rsatmasiga asosan Yevropada yoz vaqtida xubtan vaqti yarim kechagacha yoki uningdan keyingi kechikib ketadigan yoki xubtanning vaqti kirganligi shar'iy belgilari bilan ma'lum bo'lmay turibla bamdod vaqti kirib ketadigan bo'lsa, atiganda sahar qopib bamdodni vaqtida o'qishga odatlanish bilan birga ishqa va maktabga berishda qiyinchilik tug'iladigan kunlarda va yana qish kunlarida kun intayin qisqa bo'lg'achqa hamda ishchilarning ish o'rinlarida har bir namozni vaqtida ado qilish qiyin bo'lganida davomli odat qilib olmasdan peshin bilan asrni
ikki namozning birining vaqtida sham bilan xubtanni sham vaqtida jamlab o'qib olishga bo'ladi. Bu ilgirki ba'zi salaflarning, shundaqla ba'zi olimlarning qarashi bo'lib, davrimizda Yevropa Fatvo va tadqiqot komiteti 1999-yili shundoq qaror olgan va bu tariqada jamlab o'qishni ashu holat davomlashgan muddatcha shu diyorlardagi jami kishilarga umumyuzlik qilib olmasdan o'zlari egalariga ruxsat deb bilishdi. Bo'lmasa, ruxsatni asli hukmga aylantirilish kelib chiqadiganligini eskartib, bu xil qiyinchilikning doirasini o'rib odat belgilaydiganligini va buning shaxslarning, joylarning va holatlarning sharoitiga qarab farqli bo'lganligini qayd qilgan. 2007-yili Islom fiqhi akademiyasimi Yevropadagi musulmonlarga izchil jamlashni odat qilib olmay, ehtiyoj topilgan chog'larda jamlab o'qisa bo'lganligiga fatvo bergan. Bundaq ilgari surib jamlab o'qiganda, ya'ni xubtanni sham bilan jamlab o'qigan taqdirdami tarovih yoki vitr namozini xubtanning orqasida o'qisa bo'laverdi. Mushunda qilgandan keyin xubtan vaqti haqiqatan kirganda uyg'oq bo'lsa-mu xubtanni qayta o'qimaydi. Valhasil, xubtanning vaqti bakla kechikib kiradigan davlatlardagi kishi o'zining sharoiti va ahvoliga qarab qiynalmaydigan kunlardami izchil odat qilib olmasdan qiyinchilik va mushaqqatga duchor bo'ladigan kunlardala xubtanni ilgari surib sham vaqtida sham bilan jamlab qasr qilmasdan to'liq o'qib olsa bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.